Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Men Hajji Abdulhayot. Bugun sizlar bilan kvadrat tenglama mavzusini ko'rib o'tamiz. Shunga o'xshagan foydali kontentlarimiz ko'payishi uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, ax kvadrat qo'shilgan bx qo'shilgan c teng 0 ko'rinishidagi tenglamaga kvadrat tenglama deyiladi. Xo'p, umuman olganda bu yoqdagi a, b, c'lar koeffitsient hisoblanadi, lekin bularning alohida nomlari bor. Ya'ni a bizda bo'sh koeffitsient, c esa ozod xat hisoblanadi. Xo'p, kvadrat tenglamani yechishni aslida olganda ikkita usuli bor. Birinchisi quyidagi formula yordamida topish, ikkinchisi esa vet. Bugun sizlar bilan faqatgina formulasini ko'rib o'tamiz. Ko'pchilik buni diskriminant formula deydi. Yo'q, adashadi. Diskriminant formula bu emas. Ya'ni diskriminant faqatgina mana bu ildiz ostidagi ifoda bizda diskriminant deyiladi. Xo'p, diskriminantni kvadrat tenglamadagi ma'nosi faqatgina bizda ildizlar soniga ta'sir qiladi. Agar diskriminantimiz katta 0 bo'lsa, kvadrat tenglamani ikkita ildizi bo'ladi, ya'ni ildiz ostidan ifoda qanaqadir ifoda chiqadi va plyuslik, minuslik bo'lganligi uchun ikkita javob chiqadi. Agar diskriminant teng 0 bo'ladigan bo'lsa, yagona yoki bitta yechim deyiladi, ya'ni ildizli ifoda bo'lmagandan keyin faqatgina bizda minus b taqsim 2a, ya'ni bir dona yechim qoladi. Agar diskriminant kichkina 0 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ildiz ostida bizda manfiy bo'lishi mumkin emas, unaqa narsa yo'q, ya'ni ma'noga ega bo'lmaydi. Keling, endi kvadrat tenglama yechishga doir misollarni ko'ramiz. Xo'p, quyidagi formula yordamida yechamiz. Xo'p, x birinchi, ikkinchi ildizlari teng bo'ladi. Xo'p, formulada 2a. Bu yoqda ham a, demak 5 ga teng bo'lganligi uchun bu yerda biz 10 yozib qo'yamiz. Bu yerda minus 8 turibdi, bu yoqda minus b, demak biz bu yerda 8 deb yozib qo'yamiz. Plus minus ildiz ostida b ning kvadrati, ya'ni 8 ning kvadrati 64. Formulada minus, bu yerda ham minus bo'lganligi uchun ikkita minus plus bo'lib ketadi. 4 kara 5 kara 4, ya'ni 4ab 4ac bo'lyapti bizda. Bu 80 degani bo'ladi. Tenglik 8 plus minus 64 ga 80 ni qo'shsam 144. Ildiz ostida 144 dan biz bilamizki 12 chiqadi. Taqsim 10. Endi birinchi ildizini biz xohlasangiz og'zaki tarzda bizda qo'shib yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mana bunaqa qilib x ning birinchi ildizi 8 ga 12 ni qo'shamiz. 8 ga qo'shamiz 12 taqsim 10 teng bo'lyapti 20 taqsim 12 ga. Ikkinchi ildizi esa demak 8 dan ayiramiz 12 taqsim 10. 8 dan 12 ni ayirsak minus 4. Minus 4 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsam, minus 0.4 yoki o'zini holatda yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni 4 taqsim 10 qilib yozib qo'ysangiz ham xato bo'lmaydi. Qisqartirib yozib qo'ysangiz minus 2 taqsim 5 bo'ladi. Xo'p, endi yana bir marta bu tenglamani yechib ko'ramiz. Xo'p, x 1 2 teng bo'lyapti. Bu yerda 1 borligi uchun bu yerda bizda 2a, ya'ni 2 bo'lib qoladi. Bu yerda plus 4, demak minus 4 yozib qo'yiladi. Chunki formulada bizda minus, bu yerda ko'rganingizdek 4 kvadrati bizda 16 bo'ldi. Bu yerda minus bo'lganligi uchun, formulada ham minus bo'lganligi uchun bu yerda plus bo'ldi. Xo'p, 4 kara 15 bizda bu 180 degani. Tenglik minus 4 plus minus taqsim 2 ham bor. Ildiz ostida 196. 196 dan biz bilamizki, hop, 14 chiqadi. Shu yerda o'quvchilarga tavsiya, albatta bizda kvadratlarni yodlaylar. To 300 gacha bo'lgan kvadratlarni yodlasangiz, imtihonda ancha ildiz ostidan chiqarish oson bo'ladi. Xo'sh, bu yerda biz 14 yozib qo'ydik. Xo'sh, 14 ga minus 4 ni qo'shsam 10 bo'ladi. 10 taqsim 2 bizda 5 bo'ladi birinchi ildizi. Bunaqa yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Boya aytganimdek, bunaqa qilib prosta yozib qo'ysangiz ham xato bo'lmaydi. Minus 14, minus 4, minus 18, minus 18 2 ga bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi ildizi bizda minus 9 bo'ladi. Bu tenglamani vet usuli yordamida ham yechsa bo'ladi. Darsni boshida aytib o'tdim, lekin biz faqat bugun formula yordamida yechishni o'rganamiz. Vetni inshaalloh keyingi darslarda o'rganamiz. Endi mavzuyimizdagi oxirgi formula ko'paytuvchiga ajratish. Xo'p, ko'paytuvchiga ajratish uchun biz bosh koeffitsiyentni bu yerda yozib qo'yib, birinchi ildizini x dan ayirib, ikkinchi ildizdan ham x ni ayirib ko'paytirib yozib qo'yiladi. Xo'p, biz tayyor misollarimizni ko'paytuvchiga ajratamiz. Demak, birinchisi 5x kvadrat minus 8x minus 4 teng a ni o'rnida bizda 5 kelyapti. Bu yerda ko'paytirish bo'ladi, qavs ochiladi. Birinchi ildizimiz 2. Shunda bizda x minus 2 bo'ladi.
ko'paytirilgan ikkinchi ildizimiz mana bu yoqda minus bo'lganligi uchun formulada ham minus bor, plus bo'lib ketadi. X plus 2 taqsim 5 bo'ladi. Xohlasangiz mana bu 5 ni bunga ko'paytirib yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni x minus 2 5 kara x 5x 5 kara 2 taqsim 5 plus 2 ko'rinishda yoziladi. Buni ham ko'paytiruvchiga ajratib qo'ysam x kvadrat plus 4x minus 45 teng. Bu yoqda 1 bor, shuning uchun yozmayman. Birinchi ildizim x minus 5 bo'ldi, ikkinchi ildizim minus 9, shunda x plus 9 kabi ko'paytiruvchiga ajratiladi. Ushbu mavzuga doir misollarni Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Uni olish uchun video ostidagi havola orqali o'ting.